26 xat risalatu da'vatin lil baqo'i va ziyaratin. Ziyorat kelib ko'rish, ziyorat qilish, ko'rgani kelish va qolish uchun taklif xati, da'vatning taklif xati. Marhaban ya Samir. Salom ey Samir. Atamanna an takuna bi khayrin va bi sihhatin jayyidatin. Bi khayrin yaxshilikda va bi sihhatin jayyidatin yaxshi sog'likda. Yaxshilikda va sog'liging ham yaxshi bo'lishini atamanna tilayman. Awaddu an ad'uka bi kulli sururin li ziyarati fi manzili xilal utlati nihayati al-usbu'i al-qadimati. Fe'l bilan boshlanib oxiridan kelaveramizda. Qodima kelasi hafta oxiridagi utla dam olish xilali davomida fi manzili uyimda li ziyarati uyimda meni ko'rgani kelishing uchun bikulli sururin to'la mamnuniyat bilan seni taklif qilishni avaddu xohlayman deyapti. Sayakunu minar ro'i an taqdiya ba'd al-vaqti ma'i va ma'a ailati va natabadal al-haditha والضحكات ونتشارك أجمل اللحظات. sanalganlar bo'yicha ketaylik. Sayakunu minar ro'i an taqdiya ba'd al-vaqti ma'i va ma'a ailati. Men va oilam bilan birga bir qancha vaqt o'tkazishing va natabadal al-hadis va dohkat gaplashishimiz, natabadal hadis gaplashishimiz va kulishishimiz va natasharoka ajmal al-lahazot va eng chiroyli lahzalarni birga baham ko'rishimiz sayakunu minar ro'i dedi, ajoyib bo'ladi deyapti. Al-jawu huna hadi'un va jamilun hadhihi al-ayyam. فقد أعددت بعض الأنشطة الممتعة والوجبات الشهية التي أود أن تشاركنا إياها. الجو هنا هادئ وجميل هذه الأيام birinchi kelamiz. Shu kunlarda ob-havo shu kunlarda hadiun sokin va chiroyli deyapti. Faqad a'dadtu ba'd al-anshitati va oxirigacha bo'lgan va uni an tusharikana biz bilan va uni biz bilan baham ko'rishing men xohlaydigan shahiya mazali ya'ni ishtahochar ovqatlar va ba'zi bir anshitatil mumtia ko'ngilochar ajoyib narsalarni anshita faoliyat deganimiz narsalarni qad a'dadtu tayyorlab qo'ydim deyapti. La shay'a yu'adilu mut'atal julusi ma'al asdiqai val ahibbai fi javin murihin va mali'in bil wuddi deyapti. Oxiridan bo'lavergan. Bil wuddi o'zaro muhabbat bilan to'la va murihun rohatli muhitda fi javin ya'ni atmosferada yoki muhitda al-ahibba yaxshi ko'rgan odamlar va asdiqo va do'stlar bilan birga o'tirishning o'tirishning rohatiga, lazzatiga la shay'a yu'adilu hech narsa teng kelolmaydi deyapti. يمكنك البقاء لعدة أيام إذا أحببت فهذا البيت بيتك الثاني وأنا سأكون سعيدا جدا باستضافتك ورؤيتك تتجول في المدينة وتتعرف على أماكنها الجميلة. يمكنك البقاء لعدة أيام إذا أحببت إذا أحببت أجر xohlasang bir necha kun albaqo qolishing mumkin deyapti. هذا البيت بيتك الثاني bas bu uy sening ikkinchi uying deyapti. وأنا سأكون سعيدا جدا va men باستضافتك ورؤيتك va men
oxiridan kerak. Va men chiroyli joylar bilan tanishishing va shaharda sayr qilishingni ko'rishdan va seni mehmon qilishdan judayam xursand bo'laman. Judayam xursand bo'laman. Yoki sanagan bo'yicha bir chekkadan ketadigan bo'lsangiz, va men seni mehmon qilishdan va shaharni tatajavvalu aylanib yurganingni ko'rishdan va chiroyli joylar bilan tanishishingni ko'rishdan xursand bo'laman. لا تتردد في إخباري بالتاريخ الذي يناسبك. سأقوم بكل الترتيبات اللازمة لاستقبالك بأفضل طريقة ممكنة. لا تتردد في إخباري بالتاريخ الذي يناسبك. Senga munosib bo'lgan sanani menga xabar berishdan ikkilanma. La tataraddad, ikkilanma. Va sa'aqumu bi kulli tartibati lazimati listiqbalik va afzal tariqati mumkinatin. Oxiridan kelamiz. Va mumkin bo'lgan tariqa, yo'lda, usulda, mumkin bo'lgan tariqada, usulda mumkin bo'lgan eng afzal usulda ekan. Bi afzali tariqa. Eng afzal usulda seni kutib olish uchun lozim bo'lgan barcha tartibotlarni, ya'ni chora-tadbirlarni sa'aqumu ado qilaman deyapti, ko'rib qo'yaman deyapti. Bintizori qudumika bi farg'i sabri. Sabrsizlik bilan qudum kelish degan. Sening kelishing